Zalzala surasi Madinada nozil qilingan 8 oyatdan iborat. Zalzala, zilzila, yer qimirlashi demak. Surada qiyomat qoyim bo'lishida yerning junbushga kelib qimirlashi va tilga kirib gapirishi, nomai a'mol bitiklari tasvirlangan. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Qachonki yerning eng dahshatli zilzilasi bilan qimirlaganida, yer o'z qa'ridagi konlari, murdalaridan iborat yuklarini yuzaga chiqarib tashlaganida va qayta tirilishni inkor qiluvchi inson dahshatga tushib, unga ne bo'ldi ekan deb qolganida, ana o'sha kunda yer o'z xabarini so'zlar. So'zlashga Robbingiz vahiy bilan ruxsat qilganini aytur. O'sha kuni, ya'ni qiyomat qoyim bo'lgach, odamlar ularga nomai a'mollarini ko'rsatilishi uchun to'da bo'lib chiqib kelurlar. Bas, kimki dunyoda zarra miqdorida yaxshilik qilgan bo'lsa, qiyomat kuni uni ko'rar. Kimki zarra miqdorida yomonlik qilgan bo'lsa ham uni ko'rar.